Bu loyiha Milliy bank hamkorligida Samarqand viloyati Nurobod tumani Eksarish mahallasi 198-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, bo'yiga 500 metr, eniga 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy tomchilatib sug'orish usuli bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 4 oy davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ravshanbek Ahrorov xizmati MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 100 tonna, jami 1000 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish niyatidamiz.